Nima uchun tez bo'shanishni uy sharoitida davolash qiyin? Endi tez bo'shanishni uy sharoitida davolash qiyinligini sababini ko'p bor tushuntirganmiz, yana bir tushuntiraman. O'zi tez bo'shanish bu asorat, bu kasallik emas, asorat. Yo shamollashdan keyingi asorat yoki o'sha uzoq vaqt onanizm bilan shug'ullanish, nevrologik ko'p asab buzilishlar va hokazolar natijasida kelib chiqiladigan holat bu. Buni asoratni davolamay turib tez bo'shanishni davolash juda ham qiyin. Shu sababli mana klinikamizga mana shu narsaga sharoit qilganmiz. Ya'ni birinchi bo'lib sabablarni aniqlaymiz. Bu shamollashdan kelib chiqqanmi yoki uzoq vaqt asabiylik yoki onanizm bilan shug'ullanishdan keyin kelib chiqqanmi? Bir nechta mutaxassislar bilan tekshirib, birinchi bo'lib o'sha shamollash va asoratlar yo'qotiladi. Undan keyin jismoniy, jinsiy quvvat oshirish ustida ishlanadi. Undan keyin aloqa davomiyligini oshirish ustida ishlaymiz. Undan keyin natija bo'ladi. Aynan mana shu ishlarni hammasini uy sharoitida qilib bo'lmaydi. Oldin mana shu asoratlar aniqlanib va yo'qotilib, undan keyin uy sharoitiga tavsiyalar bersak, bemor natijaga tezroq erishadi.